Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Sizlar bilan yana Said Bazmunjonov. Xudo xolasa bugungi darslarimizni boshlaymiz. Demak, kuch momenti va muvozanat shartiga yetganmiz. Xudo xolasa bugun mana 34-modulimizga ham yetib kelibmiz. Xudo xolasa vazifalarni mana shu videoni ostidagi Telegram kanalimizni kommentariy qismiga borib qo'ysangiz bo'ladi va sizga vazifa qilayotganingizni shu orqali tekshirib olaman. Xo'p, bo'lmasa boshladik. Kuch momenti, muvozanat sharti 34-test. Birinchisi, O nuqta atrofida aylanadigan og'irligi e'tiborga olinmaydigan deyapti. Demak, stержenning og'irligini e'tiborga olmaymiz ekan. Teng bo'limli sterjen F kuch bilan muvozanatlashgan. Bunga ko'ra F kuchining kattaligini toping deyapti. Demak, momentlar nima bo'lishi kerak? O'zaro teng bo'lishi kerak. Demak, bitta katekchaning uzunligini L0 dan olsam, mana bu umumiy katekchamiz uzunligi 5 ta L0 bo'ladi. Mana bunimiz uzunligi esa 2 ta L0 bo'ladi. Demak, bu soat serkasiga qarama-qarshi aylantiradi. Bu birinchi mana og'irlikdagi yukimiz, bu esa soat serkasi bo'yicha. Muvozanat sharti ikkalasi bir-biriga teng bo'lishi kerak. Ya'ni soat serkasiga qarama-qarshi va soat serkasi bo'yicha aylantiruvchi momentlarning yig'indisi 0 bo'lsa yoki bir-biriga teng bo'lsa, ikkalasi ishorani olayotganimizda, demak, M1 bilan M2 o'zaro teng bo'lsa, bizda muvozanat sharti bajariladi. Demak, yozsam 30 ko'paytiruv 2 ta L0, 30 newton ko'paytiruv 2 ta L0 barobar 5 ta L0 ko'paytiruv F. Shunda L0lar qisqarib ketsa, F ni topsam, 30 bilan 5 qisqarib ketsa 6 ta bor, 12 newton degan javob chiqar ekan. Demak, 1 ga B javob ekan. Yaxshi, ikkinchisi. Og'irligi e'tiborga olinmaydigan teng bo'limli sterjen rasmda ko'rsatilgan muvozanatda turibdi. Bunga ko'ra X jismining og'irligi qancha? Demak, og'irligini e'tiborga olmaymiz ekan. E'tiborga oladigan bo'lsak, boshqacharoq ishlanadi. Demak, mana bu 2 ta L0. Yelkamiz mana bu yerda og'irlik O aylanish o'qi bo'lsa, bu 3 ta L0. Endi tez ishlab ketaveraman tepadagiga qo'yib. M1 bilan M2 o'zaro teng bo'lishi kerak. Xo'p, 2 ta L0 ko'paytiruv X teng 40 ko'paytiruv 3 ta L0. N0lar qisqarib ketsa, X topsam, 2 bilan bu qisqarib ketsa 20, X barobar 60 newton degan javob chiqar ekan. D javob. Xo'p, 1 ga B, 2 ga D. 1 ga B, 2 ga D. To'g'ri. Uchinchisi. Qani ketdik. Teng bo'limli og'irligi e'tibor olinmaydigan sterjen rasmdagidek muvozanatda turibdi. Bunga ko'ra K jismining og'irligi nechaga teng deyapti. Xo'p, xuddi shunaqa bitta uzunligini L0 desam, mana bu O nuqta aylanish o'qi bo'ladi. Mana bu yelkamiz esa 2 ta L0 bo'ladi. Demak, buni biz 2 ta L0 deb qo'yamiz ekan. Demak, yozamiz 50 ko'paytiruv 4 ta L0 teng 2 L0 ko'paytiruv FK. Ya'ni K jismida og'irligi. Shundan FK og'irlik topadigan bo'lsam, 2 L0 bilan bu qisqarib ketsa 2 bo'lib turib, bu yoq 100 newton bo'lar ekan. Jismning og'irligi newtonda o'lchanadi, kilogramda emas. To'rtinchisi. O nuqta atrofida aylana oladigan teng bo'limli og'irligi e'tiborga olinmaydigan sterjen rasmdagidek muvozanatda turibdi. Bunga ko'ra ipdagi taranglik kuchining kattaligini nechaga teng deyapti. Endi bu pastga yo'nalgan 20 newton bilan bosadi. Birinchisini yelkasi L1 2 ta L0. Buni yelkasi esa 4 ta L0. Mana bu taranglik kuchimiz yelkasi nechta L0 bo'ladi? 5 ta L0. Demak, soat serkasi bo'yicha mana bu ikkala kuch soat serkasi bo'yicha aylantiradi. Ikkalasi taranglik kuchimiz soat serkasiga qarama-qarshi aylantiradi. Shuning uchun taranglik ko'paytiruv 5 ta L0 teng bo'ladi soat serkasi bo'yicha aylantirilayotganlar. 20 ko'paytiruv 2 ta L0 plus 30 ko'paytiruv 4 ta L0. 30 ko'paytiruv 4 ta L0 bo'lishi kerak. N0lar qisqarib ketsa bizda tarangligimiz barobar 5 ga qisqartirib olsak, bunga 4 ta bor, bunga 6 ta bor. Demak, taranglik barobar 4 kere 2 8 plus 6 kere 4 24. 32 newton bo'lar ekan. Javob. Demak, bizda nimalar bo'ldi? 3 ham E, 4 ham E ekan. Belgilaylik chiqani. 3 ham E, 4 ham E. Yaxshi. 5-savolimiz. Teng bo'limli og'irligi e'tiborga olinmaydigan sterjen rasmdagidek muvozanatda turibdi. Bunga ko'ra ipdagi taranglik kuchining kattaligi nechta T ga teng bo'ladi deb savol beryapti. Qarang. Mana bu taranglik kuchimiz. Pastga yo'nalgan 5P bor, bu yoqqa P bor. Endi mana bu O nuqta bo'lsa, shu aylanish o'qi bo'ladi-da. Mana taranglik kuchini hisobga olmagan holda shu O nuqta atrofida aylanishini hisobga olishimiz kerak. Bu yoqda 2 ta L0 bor.
Bu yoqda bitta L0. Mana bu x yelkasini topsam bu 3 L0. Demak, soat serkasiga qarama-qarshi bu soat serkasi bo'yicha ikkalasi bir-biriga teng bo'lishi kerak. 5p ko'paytiruv 2 L0 teng bo'lishi kerak. P ko'paytiruv L0 plus x ko'paytiruv 3 L0. Demak, bu yoqqa olib bo'lsak 5 kare 2 10, bir daira yuborsam 9 ta p ko'paytiruv L0 teng x ko'paytiruv 3 L0. 3 L0 bilan 9 ketsa, bu L0lar qisqarib ketsa, x barobar 3p chiqar ekan. Mana bunimizning qiymati 3p ekan. Demak, pastga yo'nalgan 3p, bu yoq p va 5p. Jami taranglik kuchimiz necha bo'lyapti? Demak, muvozanat turish uchun 5p plus p plus 3p bilan tortyapman-ku. Jami 9p bo'lar ekan. Barobar 9p degan javobni olamiz. 5 ga 9p bo'lar ekan D javob. Nechta p deyapti-ku, 9p bo'ladi. 6-si. O nuqta atrofida aylanadigan teng bo'limli og'irligi e'tiborga olinmaydigan stajin rasmdagi muvozanat turibdi. Bunga ko'ra F4 kuchining kattaligi nechaga teng deyapti. F4 kuchining kattaligi. Xo'p, soat serkasi bo'yicha aylantiradiganlar F1 va F4 shu ikkalasini yig'indisi soat serkasiga qarama-qarshi aylantiradigan F3 va F2 ning momentlari yig'indisiga teng bo'lishi kerak. Demak, F1 dagi O nuqta aylanish o'qiga nisbatan mana bu uzunligida 2 L0 deb olaman. L0 xohlagan bo'lishi mumkin-da. Misol uchun L0 xohlagan birlik qo'yib olishingiz mumkin bu nimaga qarab. Xohlasangiz 1 metr qo'yasiz, kattachani uzunligiga qarab, xohlasangiz 2 qo'yib olaverasiz. Ya'ni ixtiyoriy son. Mana shu masalaga ko'ra 20 ko'paytiruv 2 L0 musbat plus F4 ko'paytiruv buni ham yelkasi 2 L0 teng F2 ko'paytiruv F2 30 ko'paytiruv 3 L0 mana bu 3 L0 mana bu joyimiz mana. Bunimiz esa bitta L0. Soat serkasi bo'yicha aylantiradigan 10 ko'paytiruv bitta L0. Xo'p, 20 kare 2 40 L0 plus 2 F4 L0 barobar 90 L0 plus 10 L0. Yaxshi. Ana endi L0lar qisqarib ketsa bizda nima qoldi? 2 F4 90 ga 10 100, 100 dan 40 ayrsam 60. F4 topsam 30 S javob. Yaxshi. 5D 6C. 5D 6C. 5D 6C. 7-chi misolimiz nima deyapti 7da? Teng bo'limli og'irligi e'tiborga olinmaydigan stajin rasmdagidek muvozanatda turibdi. Bunga ko'ra ipdagi taranglik kuchining kattaligi nechtaga teng bo'ladi deyapti. Demak, hozirgi aytgan narsamiz bu soat serkasiga qarama-qarshi, bu soat serkamiz bo'yicha, mana bunimiz soat serkasi bo'yicha, bu ham soat serkasi bo'yicha. Shundan topa olamiz. Demak, birinchisini momenti 2 L0, buni momenti 4 L0, buni momenti 2 L0, buni momenti 3 L0. Hisoblashimiz kerak. Qani ketdik. Demak, soat serkasiga bo'yicha aylantiradiganlar taranglik ko'paytiruv 3 L0 plus 10 ko'paytiruv 2 L0 plus 10 ko'paytiruv 4 L0 barobar 60 ko'paytiruv 2 L0 bo'lar ekan. N0lar qisqarib ketsa bizda 3 ta taranglik teng bo'lib qolyapti. 60 kare 2 120 minus 10 kare 2 20 minus 40. Ya'ni 60. Taranglik kuchini topadigan bo'lsam 60 taqsim 3. 20 newton degan javob chiqar ekan. A javob. Yaxshi. 7A bo'ldi. Endi 8. Teng bo'limli gomogen stajin, gomogen degani bir jinsli degani rasmdagidek muvozanatda turibdi. Bunga ko'ra ipdagi taranglik kuchi kattaligi t nechaga teng? Gomogen bo'lsa, menimcha uni og'irligini hisobga olmaymiz-da. Bir jinsli yoki mana bu massa markazi o'rtada turib ekan. Bir jinsli bo'lgani uchun uni demak og'irligini hisobga olmaymiz. Xo'p, mana bu soat serkasi bo'yicha, bu ham soat serkasi bo'yicha yelkasini topsam, buni yelkasi L0, bunimiz yelkasi 3 L0, bunimiz yelkasi 2 L0,
va mana bunimiz yelkasi 3 ta L0. Bular soz serkasiga qarama-qarshi aylantiradi. Bu ham soz serkasiga qarama-qarshi aylantiradi. Demak, soz serkasi bo'yicha. Bu ikkalasi soz serkasi bo'yicha taranglik bilan 2 pi, mana p bilan 5 pi soz serkasiga qarama-qarshi topamiz. Demak, soz serkasi bo'yicha aylantiradigan taranglik ko'paytiruv 2 ta L0 plus 2 pi ko'paytiruv 3 ta L0 teng bo'lishi kerak. 5 pi ko'paytiruv 3 ta L0 plus p ko'paytiruv L0 bo'ladi. Bizda L0lar nima bo'lib ketdi? Qisqarib ketdi. Ikkita taranglik barobar 5 kara p kara 3 15 p ga p ni qo'shamiz va mana bu 6 p ni ayirib yuboramiz. Necha bo'ladi? 16 10 p bo'lib qolar ekan-da, to'g'rimi? 10 p. Shundan taranglik kuchini topsam, tarangligimiz 5 p bo'lar ekan. Javob. Xo'p, 7 ga ham, 8 ga ham bo'ldimi javobimiz? Ikkitali javoblar ketyapti. 7 mana bu 3 4 ham e bo'ladi, bu 7 8 a bo'lib qoldi. Yaxshi, 9 10. 9 10 b ekan. Ko'rib qoldim deydi. Xo'p, og'irligi e'tiborga olinmaydigan teng bo'limli stejerlar rasmdagidek muvozanatda turibdi, deyapti. Bunga ko'ra x va y jismlarning og'irliklari nisbati nechiga teng deb savol beryapti. Yaxshi. Ana endi mana bundan topsak, bunimiz nimaga teng? Bu L0 bo'lsa, birinchi eng pastki sistemadan boshlaymiz. 2 ta L0. Yozaman. Z ko'paytiruv 2 ta L0. Z og'irligini Z harfi bilan belgilab oldim. 2 ta L0 teng y ko'paytiruv L0. Nimaga? Chunki muvozanatda turibdi. Demak, shunda bizda y'imiz 2 ta Z bo'lib qoldi. Demak, y'imizni qiymati 2 ta Z ga teng bo'lishi kerak ekan og'irligi. Xo'p, pastga yo'nalgan nechta Z bo'ladi unda? Mana bu yerda 2 ta Z bor va Z bor. Ikkalasining yig'indisi necha Z bo'lib qoladi pastga yo'nalgan? 3 Z bo'lib qolar ekan. Endi mana bunimizning qiymati nechta L0? 3 ta L0. Demak, bu soz serkasi ga qarama-qarshi, bu soz serkasi bo'yicha. Ikkinchi tenglamani yozsam, x ko'paytiruv L0 mana bu uzunlik L0 teng bo'ladi 3z ko'paytiruv 3 ta L0. Shundan x ni topsam L0'imiz 9z. X barobar 9z chiqibdi. Bizdan jx taqsim jx og'irliklari taqsim jy ni so'rayapti. Jx'im nimaga teng bo'ldi? X og'irligi 9z, to'g'rimi? 9z. Y ni og'irligi esa 2z. Hop. Og'irligi e'tiborga olinmaydigan teng bo'limli stejerlar deyapti. Shunaqa. Y barobar 2z. 9 2 bo'lamiz ekanda. Jx taqsim jy. Menimcha shu yerda jx taqsim jz mi ekan? Shunda qaranglar ustoz, agar mana shu x va z bo'lsa, mana bu ham z bo'lsa, shunda masalamiz to'g'ri bo'ladi. Buni bir hozir nimasidan ko'ramiz? Originalidan. Originali qanimizda ochaylik-da. Originalini. Hop. Nechinchi misol edi bu? 9 ekani. Jx taqsim jy so'rayapti. Yomon emas. Ko'raylik, qarang. Mana bu y'imiz z dan 2 marta og'ir bo'ldi. Chunki y barobar 2 ta zligi to'g'ri. 2z bo'lsa y'imiz, z'imiz pastga yo'nalgan zmi? Bu 2z. Demak, 2z bu z. Mana bunimiz 3z bo'ldi. 3z, mana bu 3l. Mana bu x l0 mi? Demak, x ko'paytiruv l0 teng 3 kara 3z 9z bo'lib qoldi. X barobar zlik kelib chiqdi. Y barobar ham z bo'lib qolyapti-da shu yerda. Demak, mana bu 9 emas, 4,5 bo'lish kerak. 9 taqsim 2 bo'lish kerak. Shunda bizda x va z, mana bu z so'ragan ekan. Mana shu yerda biroz xatolik bo'lib qolibdi. Jx taqsim jz bo'lish kerak ekan, 9. Shu narsani to'g'rilab qo'yishimiz kerak ustozlar, o'quvchilar. Demak, mana bu narsani z deb qo'yamiz. 9 degan javob chiqar ekan shunda. B javob.
Yaxshi. Xo'p, davom etamiz bo'lmasa, 10-si teng bo'limli gomogen. Gomogen degani bir jinsli ma'nosiga kelyapti, adashmasam. Shuni bir ma'nosini tekshirib qo'yasizlar. 3p og'irlikli sterjen rasmdagidek muvozanatda turibdi. Bunga ko'ra iplardagi tarangli kuchlarning kattaliklari nisbati qanaqa deb savol beryapti 10 da. Demak, tarangli kuchlarning nisbatini so'rayapti ekan bizni. Qarang, bu masalani ishlash uchun mana bunaqa holatdan foydalanamiz. Mana buni yo'q deb olaman-da. Buni yo'q deb olib turib, mana bu yerga bitta tayanch qo'yaman. Va tayanchga ko'ra ishlashimiz kerak. Demak, mana buni uzunligi 2L0. Buni uzunligi nechta L0? Buni ham uzunligi 2L0, to'g'rimi? Endi, hop, mana buni uzunligi esa taranglik 2 ning uzunligi 3L0. Mana taranglik 1 ni hisobga olmay turaman ustozlar. Shunda to'g'ri bo'ladi. Demak, soat sekasi bo'yicha qarama-qarshi bu, soat sekasi bo'yicha bu, taranglik 2 soat sekasiga qarama-qarshi. Shunga ko'ra yozaman. Demak, birinchi mana bu yerga yozishni boshladim. Yozsam, taranglik ko'paytiruv 3L0 soat sekasiga qarama-qarshi plus 2p ko'paytiruv 2L0 teng bo'lar ekan 5p ko'paytiruv 2L0. 5p ko'paytiruv 2L0. Mana bu taranglik 2. Xo'p, shunda L0 lar qisqarib ketsa, men 3 ta taranglik 2 ni topadigan bo'lsam, 10 tepadan 4 tepani ayiraman, 6 tepa bo'lib qolar ekan. Taranglik 2 nechta tepa bo'lib qoladi? 2 tepa bo'lib qoladi. Endi qolgani, endi bu taranglik 1 ni qo'yadigan bo'lsam, taranglik 1 ga taranglik 2 ni qo'shsam, bu 2p plus 5p bo'lishi kerak. O'zi Nyutonning qonuniga ko'ra muvozanatda turish uchun yuqoriga ta'sir etuvchi kuchlar pastga ta'sir etuvchi kuchlarga teng bo'lishi kerak-ku. Shundan taranglik 1 topsam, 7p dan ayirib yuboraman 2p ni. Taranglik 1 5p bo'lib qoladi. Yoki xuddi shunaqa qilib, mana bu taranglik 2 ni olmaysizda, mana bu yerga nima qo'yasiz? Mana bunaqa tayanch qo'yib turib ishlasangiz ham bo'laveradi. Ya'ni, keling shuni ham ishlab ko'raylik. To'g'ri chiqarmikan? Taranglik 1 ko'paytiruv 3L0 yetgacha yana teng bo'ladi. Ikkalasi ham qarama-qarshi. Endi bular bu o'qqa nisbatan, mana bu O nuqtaga nisbatan qarama-qarshi aylantiradi soat sekasiga. Teng bo'ladi. 5p gacha bitta L0, 5p ko'paytiruv L0 plus mana bunga nisbatan 2p ga nisbatan 5 ta L0. 2p ko'paytiruv 5 ta L0 bo'lsa, mana bu L0 lar qisqarib ketsa, bizda 3 ta taranglik 1 teng bo'ladi 15p ga taranglik 1 5p bo'lib qolyapti. Shunaqa javob chiqar ekanda bizda. Demak, 5p bo'ladi. Bizdan so'rayotgan narsa T1 da T2 ga nisbat adashmasam. T1 ham 2p, bunimiz 5p. Bo'lib o'rsam 2 taqsim 5. Yo, taranglik 2 taranglik 1 ga nisbatimi? T1 taqsim T2. Ha, T1 ham 5 edi. T1 ham 5, T2 bu 5, bu 2. 5 taqsim 2 degan javob bo'ladi. A javob. Demak, 9 bizda nima chiqdi? 9 B10A. 9B 10 ham B deb qo'yibdi-da bunda. 10 menda A chiqib qoldi-ku, 10 to'g'rimi bizda? 7 taqsim 3 chiqib qolyapti-da. 7 taqsim 3 chiqishi mumkin emas, chunki общий qiymati unaqa bo'lmaydi-da. Hozir ko'ramiz. Demak, buni yana bir unga qarab turib ko'rishimiz kerak. Xo'p, 10-si T1 taqsim T2 qancha deb savol beryapti ekan. Unda javoblarni ko'raylik pastda. 10-si B chiqibdi. Demak, ana o'zini ham og'irligi bor ekan. Mana bu yerda ha, demak bu yerda 3p og'irlikdagi sterjen deyapti-ku. Biz shu vaqtgacha og'irlikdagi sterjen og'irligini hisobga olmasdan kelgandik. Endi sterjen og'irligini hisobga olishimiz kerak ekan. Hurmatli
O'quvchilar, ustozlar, demak bunda masalamizda endi boshqacharoq bo'lar ekan, o'zgarish bo'lar ekan. Qani ketdik. Demak, bizda mana bu o'rtasi qani buni? O'rtasidan yo'nalgan mana bunday 3p ham bor ekan. Stерженьning og'irlik markazidan yo'nalgan 3p ham bunaqa yo'nalgan ekan. Demak, mana bu yerdan baribir tayanch nuqtasini xuddi shuna deb olib turib, mana buni yo'q deb hisoblaymizda, mana shu tayanch nuqtasiga nisbatan topishimiz kerak. Demak, birinchi holatda tayanch nuqtasiga nisbatan topsak, xo'p, soat sekasi bo'yicha aylantiradi. Bu ham mana tarangli 2 soat sekasiga qarama-qarshi yuqoriga tortadi. Mana bu ham soat sekasiga qarama-qarshi. Demak, soat sekasi bo'yichalarda bittasini uzunligi L0, mana buniki 2ta L0. To'g'rimi? Yelkalari. Mana bu tarangli 2 gacha umumiy masofa 3ta L0. Bu yergacha, bu yergacha bo'lgan masofa 2ta L0. Shuni hisoblab chiqamiz. Demak, soat sekasi bo'yicha aylantiradiganlari taranglik 2 ko'paytiruv 3ta L0 plus 2ta p ko'paytiruv 2ta L0 teng bo'lyapti bizda 3ta p ko'paytiruv bu yergacha L0 masofa 3ta p ning yelkasi 5ta p niki 2ta L0. L0 lar qisqarib ketsa, bizda 3ta taranglik 2 teng bo'lyapti 10 13. 13p minus 4p. 3ta taranglik 2 teng bo'lyapti 9p. Taranglik 2 esa 3p ga teng bo'lar ekan. Endi taranglik 1 ni topsam, taranglik 1 ga taranglik 2 ni qo'shsam, hammasini yig'indisi. Bu yoqqa yo'nalgan nimalar bor edi bizda? Mana bular kerak emas endi. Pastga yo'nalgan 3p ham bor. Og'irlik markazi mana shu O nuqtada bo'lsa, 3p plus p plus 5p da. Taranglik 1 ham yo'q bizda. Taranglik 2 ham 3p teng 3p plus p plus 5p. 2p degani mana 2p bor. 3p lar qisqarib ketsa, taranglik 1 ham demak 7p ekan. Xo'p, demak, bizdan so'ragan narsa T1 taqsim T2. T1 ham 7p ekan. T2 ham 3p. Plar qisqarib ketsa 7 taqsim 3 degan javob chiqar ekan bizda. Qaysi javob? B javob. Ustozlar, shu yerda demak ahamiyatli bo'lishimiz kerak. Men xato qilib ketdim. Nimaga? Masalani diqqat bilan o'qimadim. Ko'pchilik ustozlarimiz ham xuddi men qilgan xatoni qaytarishadi attestatsiyada. Shuning uchun to'g'ri javobimiz B ekan. Mana bu 10 da javobini biz B deb belgilab qo'ysak bo'lar ekan. Xo'p, davom etamiz. Keyingi masalamiz 11-12 ekan. Xo'p, 11 da nima deyapti? O nuqta atrofida erkanlanadigan gammagen stерженьning og'irligi 36 N. Demak, bizda endi og'irligini ham olishimiz kerak ekan. Mana bu og'irligini hisoblasak, mana bu o'rtasida bo'ladi. 5 ta katechaning o'rtasida mana bunday yo'nalgan 36 N og'irlikdagi nima ham bor ekan. Ipli taraning kuchining qiymati 50 N. X jismning og'irligi necha newtonga teng deyapti ekan. Xo'p, hurmatli ustozlar, mana bu t ni faqatgina mana bu o'qdagisini tashkil etuvchisini olamiz. Sababi x o'qdagi tashkil etuvchisining yelkasi 0 bo'lib ketadi. Hisobga olmasak bo'laveradi. Demak, mana bu taranglik x da hosil qilgan momenti mximiz yelkasi 0 bo'lgani uchun 0 bo'lib ketar ekan. Demak, mana bu deganimiz taranglik sinus 37. Mana bu bo'lsa 37. Sinus 37 bo'lib qolar ekan. Yozsam, mana bu umumiy uzunligim 5 ta L0. Momentlar qoidasini yozaman. Demak, bu soat serkasiga qarama-qarshi, bu soat serkasi bo'ylab ikkalasi ham. Teskari. Mana bu soat serkasiga qarama-qarshi, bular soat serkasi bo'ylab O nuqtaga nisbatan bu yoqqa qarab soat serkasi bo'ylab aylantirar ekan. Demak, yozsam 36 ko'paytiruv mana bu 5 ta L0 yarmi 5 taqsim 2 ta L0 5 taqsim 2 ta L0 plus x ko'paytiruv 4 ta L0 teng taranglik sinus 37 ko'paytiruv 5 ta L0. Olib kelib qo'ysak, bular bilan bu qisqarib ketsa 18 90 ta L0 plus 4 ta x L0 teng taranglik sinus 37 50 ko'paytiruv 0.6 kare 5 L0. L0 lar qisqarib ketsa 90 plus 4x barobar
3 150. Shundan 4x topsam 60. X barobar 15 newton ekan. Demak, X jismning og'irligi 15 ekan. Y javob. Xo'p, keyingisi 12. O nuqta atrofida aylana oladigan og'irligi e'tiborga olinmaydigan teng bo'limli stержень rasmdagidek muvozanatda turibdi. Ishqalanishi e'tiborga olinmasa, ipdagi tarangli kuchining qiymati nechtaga teng deyapti. Demak, ishqalanishi e'tiborga olinmasa, og'irligi e'tiborga olinmaydi. Demak, bunda og'irligi e'tiborga olinmas ekan. Muvozanatda turibdi ekan, og'irligi e'tiborga olinmaydigan darajada. Xo'p, endi qarang. Bu yuqoriga taranglik bilan tortsa, bu ham go'yoki taranglik kuchi bilan tortadi. Sababi ip bitta va ip cho'zilmas. Bu degani, mana bu x o'qidagi taranglik kuchini momenti 0 bo'lib ketadi. Mx barobar 0. Faqatgina mana bunday my hosil bo'ladi xolos. Taranglik y da. Xo'p, shunga nisbatan topsam 4p soat sekasiga qarama-qarshi. Mana bular esa soat sekasi bo'yicha aylantirar. Taranglik y bu soat sekasi bo'yicha, bu ham soat sekasi bo'yicha. Demak, taranglik y ko'paytiruv yelkasi O nuqtadan yelkasi necha bo'ladi? 2L0. Stерженьning og'irligini hisobga olmaymiz. Plus taranglik ko'paytiruv 5L0 teng bo'lyapti. Pastga yo'nalgan 4p ko'paytiruv L0 plus 5p ko'paytiruv nechta L0 bo'ladi? 5p ko'paytiruv 4L0. L0lar bizda qisqarib ketsa, nima qoldi? Taranglik y ham teng bo'ladi. Taranglik ko'paytiruv sinus alfa. Sinus 30 da 1 taqsim 2 ko'paytiruv 2 plus 5 ta taranglik. To'g'rimi? Teng 4 ta p plus 20 ta p. 24 p bo'lib qolar ekan. Mana bu ikkilar qisqarib ketib, 6 ta tarangligimiz 24 p bo'lyaptimi shunda? Taranglik kuchimiz esa 4 ta p bo'lib qolar ekan. Demak, C javob mana. Xo'p, nima bo'ldi? 11e 12si. 11e 12si javob bo'ldi. 13 ga ketdik. Qani ketdik. Teng bo'limli KL stержень birinchi rasmdagi kabi muvozanatda turganda ipdagi taranglik kuchining kattaligi 30 newton bo'ldi. Bunga ko'ra KL stержень deyapti. Ikkinchi rasmdagi kabi muvozanatda keltirilsa, ipdagi taranglik kuchining kattaligi qanday bo'ladi deb so'rayapti ekan. Endi bu degani nima degani? Buni og'irlik markazi bir jinsli emas ekanda. Birinchi rasmdagi kabi muvozanatda turganda bu muvozanatda turibdi-ku. Og'irlik kuchi qayerdadir, bu tarafdami yoki bu tarafdami, qanaqadir joyda turibdi-da og'irlik kuchimiz. Shundagina bu muvozanatda turgan bo'lsa, demak, og'irlik kuchimiz mana bu yerda turishi kerak. Boshqa iloji yo'q. Mana shu og'irlik kuchimiz pastga yo'nalgan F og'irlik markazimiz shu yerda bo'lishi kerak va bu mg barobar 30 newton bo'lishi kerak. Aks holatda bu muvozanatda turmaydi ustozlar. Agar bu yoqda bo'lsa og'irlik kuchimiz aylanib ketib qoladi. Hosil qilib yelkasi mana bu O nuqtaga nisbatan aylanib ketish bo'ladi. Mana bu yerga bo'lsa, K nuqtada bu tarafda bo'lsa og'irlik markazimiz yana aylanib ketadi. Demak, og'irlik kuchimizni ta'sir chizig'i mana shu O nuqta aylanish o'qidan o'tish kerak ekan. Og'irlik deb qo'yibman. Og'irlik barobar mg 30 newton. Endi og'irlik kuchimizning markazi qayerda ekan? Mana shu yerda ekan. Bu yoqqa yo'nalgan necha newton bor ekan? 30 newton. Bu yoqqa yo'nalgan necha newton bor ekan? 60 newton deylik. Va yuqoriga yo'nalgan bitta taranglik kuchimiz bor. Xo'p, taranglik x deymiz buni. Bu musbat. Soat sekasiga qarama-qarshi, soat sekasiga qarama-qarshi tx manfiy, soat sekasi bo'yicha musbat bo'lsa, mana bu 60 ham manfiy, soat sekasiga qarama-qarshi. Demak, 60 ko'paytiruv 2 ta L0 plus taranglik kuch ko'paytiruv, taranglik x ko'paytiruv 3 ta L0, mana bu yelkasi 3 ta L0 da. Bitta katechani L0larni bosam. Bu 30 ko'paytiruv 2 ta L0. Xo'p, L0lar qisqarib ketsa, bizda nima bo'lyapti? Xo'p, 6 newton ekan, 60 emas, 6 ekan bu. 12 plus 3 ta taranglik x teng 60. 3 ta taranglik x teng
Ayirasam 48 gami. Taranglik qismi esa 16 ga teng bo'lib qolar ekan. Javob. Xo'p, bular chiqdi. Mana bularni tekshirdik. 11e12ligini tekshirdik. 11e12 13imiz A bo'ldi, 14. Teng bo'limli og'irligi e'tiborga olinmaydigan stержень rasmdagi muvozanatda turibdi. Og'irligi e'tiborga olinmas ekan stерженьda. Tayanchlarning reaksiya kuchlarining kattaliklari nisbati nimaga teng deb savol beryapti ekan. Endi qarang, buni ishlash uchun nima qilasiz? Biz boyagi taranglik kuchini olib tashladikki, endi bitta tayanch olib turib, yuqoriga go'yoki osib qo'yamiz. Mana bunday yo'nalgan taranglik 2 degan kuchimiz bor. Taranglik 2 bunga 2 deb. Shunga ko'ra muvozanat topamiz. Og'irlik kuchi hisobga olinmasa, P ko'paytiruv L0 bu soat serkasiga qarama-qarshi va taranglik 2 ham soat serkasiga qarama-qarshi. Mana bular esa soat serkasi bo'yicha. Demak, yo'nalishlarda soat serkasiga buni manfiy, buni musbat deb olib yoki ikkalasini bir-biriga tenglab olsam, P ko'paytiruv L0 plus taranglik 2 ko'paytiruv buni yelkasi bu nuqtadan bu yergacha hisoblanadi. 3L0 3L0 barobar 2P ko'paytiruv nechta L0? 5L0 plus 4P ko'paytiruv 1L0. L0lar qisqarib ketsa nima qoldi? P plus 3ta taranglik 2 teng 10P 14P. Xo'p, to'g'rimi? Yo, xato hisoblayapmanmi? Yo'q, to'g'ri hisoblayapmiz. 2P ko'paytiruv 5. Shunda 3ta taranglik 2 ni topsam 13P bo'lib qolar ekan. Taranglik 2 ni topsam nima bo'lib qolyapti? 13P taqsim 3. Endi mana bu yuqoriga yo'nalgan N1 deb qo'ysam buni. N1 reaksiya kuchi. Mana bu N2 reaksiya kuchi taranglikka teng bo'ladi. Yana olib kelib qo'yaman qaytarib, mana buni o'chirmasdan qo'yaman. Endi bizda xossasi bor. N1 ga N2 ni qo'shsam, mana bu P ga 2P ni qo'shganimga teng bo'lishi kerak. P ga 2P ni qo'shganimga teng bo'lishi kerak. Plus 4P ham bor ekan. Yo'q, pastga yo'nalgan mana buni 4P og'irligi ham bor. Hisoblasam 7P bo'lib qolyapti-ku, to'g'rimi? Endi shundan N2 chiqqan, mana bu T2 N2 teng N1 ni topsam 7P dan ayrimiz 13P taqsim 3 da. Buni ayirib olsam 4,3 dan 1 P bo'lib qolar ekanda. Bundan N1 ni topsam N1 ham 4 dan 3 2,3 dan 2P bo'lib qolar ekan bu. Yoki-da 8 taqsim 3P. Bizdan so'rayotgan narsa nimani so'rayapti? N1 taqsim N2 ni so'rayapti. N1 taqsim N2. N1 ham 8 taqsim 3P bo'ldi. N2 13 taqsim 3P bo'ldi. P'lar qisqarib ketsa, 3lar qisqarib ketsa 8 taqsim 13 degan javob chiqar ekan bizda. Qaysi javob 8 taqsim 13 degan javob? Javob ekan mana. Xo'p, demak bizda 13 ga A, 14 ga E chiqdi. 13A, 14E. Yaxshi, 15 ga keldik. Teng bo'limli og'irligi e'tiborga olinmaydigan og'irligi yo'q ekan. Bo'limlari teng ekan. Bunga ko'riklardagi taranglik kuchlarining kattaliklari nisbati nimaga teng bo'ladi deb so'rayapti ekan. Nisbatlari mos ravishda shularga teng bo'lsa. Xo'p, qani ketdik. Demak, faqat x o'qdagi momentlarni topadigan bo'lsam, mana bunday taranglik 3x momenti 0 bo'lib ketadi bunga nisbatan. Bu faqat taranglik 1 ga teng bo'lib qoladi. Demak, men yozsam, taranglik 3x teng taranglik ko'paytiruv. Bu yerimiz alfa bo'lsa, mana bu yerimiz ham alfa 37, taranglik ko'paytiruv kosinus 37. Bu taranglik 3. Shu teng bo'lar ekan taranglik 1 ga. Taranglik 3 ko'paytiruv 0,8 teng taranglik 1 ga bo'lsa, taranglik 3 topadigan bo'lsa, 0,8 bu yoqqa bo'lib o'tib ketadi. 5 taqsim 4 T1. Taranglik 3 5 taqsim 4 T1 bo'lib qolar ekan. Endi T2 ni topamiz. T2 ga nisbatan qarang. Mana bu taranglik 3 ni bu yoqqa yo'nalgan Y bor mana. Taranglik kuchi Y. Shunda men nima qilaman? Mana bu taranglik 2 ni o'chirib turib, bu yerga bitta nima osib qo'yaman. Tayanch qo'yaman. Tayanch qo'ysam, bu 5 6P bu yoqqa yo'nalgan bo'ladi. To'g'rimi?
soat strelkasiga yo'nalish bo'yicha taranglik uch y soat strelkasiga qarama-qarshi. Ikkinchisiga ko'ra taranglik uch y ko'paytiruv. Mana bu yergacha bo'lgan masofa 4t0 yelkasi taranglik uch y edi. 4t0 teng bo'lishi kerak 6p ko'paytiruv 2t0 ga edi. Shundan taranglik uch y topsam, l0lar qisqarib ketsa 12p taqsim 4. 3p bo'lib qolar ekan taranglik uch y. Bu teng bo'ladi sinus 37 ga. Taranglik 3 sinus 37 0,6. Taranglik 3 topsam 5p bo'lar ekanda. Endi mana bu taranglik 2 ni qaytarib olib kelib qo'yaman. Mana tayanchdan borib turib. Xo'p, taranglik 3 ham bu yoqqa yo'nalgan taranglik 3 y necha p ga teng bo'lib qoldi? 3p ga teng bo'lib qoldi. 3p. Mana bu 6p ni ko'tarish uchun bu yoqqa yana taranglik necha bo'lish kerak? Yana 3p bo'lish kerak-da. Shunda ikkalasini yig'indisi pastligi bilan teng bo'ladi. Shunda men yozsam bo'lar ekan. Demak, taranglik 3 ham teng bo'ldi 5p ga. Taranglik 2 ham teng bo'ldi 3p ga. Taranglik 1 ham teng bo'lyapti. Taranglik 3 ko'paytiruv 0,8 4p ga. Shunda t1 bo'lingan t2 bo'lingan t3 degani 3 bo'lingan 4 bo'lingan 5 degani. 3 4 5. Yoki-da nima bo'ldi? S javobmikin. Buni ko'raylik-da. Xo'p, 15 ga S javob ekan. Bizda 15 ga 3 4 5 chiqdi-da. 4 3 5 ekan. Qani buni ham ko'ramiz endi ana nimadan. Hop, ko'rsak. Xo'p, demak, originaldan ko'rsak, nima bo'ladi? Originaldan ko'ryapmiz. 15 qani 15 mana. Taranglik birim necha chiqdi bizda? Taranglik birim 4 chiqdi. 4 3 5. To'g'ri ekan. Demak, mana berilishda xato bo'lib qolibdi. Taranglik birim o'zi 4 ku. 4 bo'lingan taranglik 3 bo'lingan 5. 3 4 5 emas, 4 3 5. S javob to'g'ri ekan. 16. Og'irligi e'tiborga olinmaydigan stержень rasmdagi muvozanatda turibdi. J og'irlikli jism o'q yo'nalishida harakatlantirilsa, T1 va T2 taranglik kuchlarining kattaligi qanday o'zgaradi deb savol beryapti. Demak, mana bu o'q bo'yicha harakatlantirishda dastlabki holatini hisoblaydigan bo'lsak, mana bunday bo'lib turib, nima bo'ladi? Birinchi holatda taranglik 1 bilan taranglik 2 qanaqa bo'ladi? Birinchi holatda mana buni olib tashlab turib, buni yo'q deymizda, mana bunday qo'ysak, bu taranglik 1 yuqoriga yo'nalgan, taranglik 1 ko'paytirib mana bu yelkasi o'zgarmaydi. L1 teng bo'ladi nimaga? Mana bu J niki, J o'z og'irligi ko'paytiruv. Mana bu uzunligini L2 deb qo'ysam, L2 plus mana bu P ko'paytiruv L3. P ko'paytiruv L3. Nimaga? Chunki ikkalasi ham soat sekasiga qarama-qarshi, bu soat sekasi bo'yicha aylantiradi. Shunda taranglik 1 ham mana shunga teng bo'ladi. Taranglik 1 ni topsam, nima bo'ladi? J L2 plus P L3 taqsim L1. Endi mana bu L1 o'zgarmaydi masofa. J bu yoqqa o'tgan sari L2 kamayib boradi. L2 kamaysa, taranglik 1 ham kamayishni boshlaydi. Endi taranglik 1 kamaygandan keyin taranglik 2 nima qiladi endi? Taranglik 1 ga taranglik 2 ni qo'shsam, J plus P ga teng og'irligi. Demak, taranglik 1 kamayyapti, taranglik 2 ortishi kerak. Taranglik 1 ortadi, yo'q xato. Taranglik 1 kamayadi, taranglik 2 ortadi degan javob bo'lar ekan bizda D javob. Tushundinglar-a? Qancha jism, mana bu D jism bu yoqqa yaqin keladigan bo'lsa, mana bu yoqqa yaqin keladigan bo'lsa, mana bu T2 ga yaqinlashadigan bo'lsa, T2 ni qiymati ortib boraveradi.
Sababi hozir bu yoqqa bo'lganda go'yoki barcha og'irlik ikkalasi bir-birini muvozanatlagandan keyin T1 ga tushib qoladi xolos. Mana bu T2 ga tushmaydi og'irlik. Chunki bu T1 bu yoqqa ko'tarib olyapti-ku. Mana shu T2 ning yo'nalishida nimasi? Momenti. Hosil qilgan momenti T2 yo'nalishda. Buni hosil qilgan momenti mana bunga nisbatan. Shuning uchun demak, bu jarayonda taranglik birimiz kamayib T2 ortadi degan javob bo'lar ekan, D javob. 15C 16D to'g'ri. 17. O nuqta atrofida yana olinadigan teng bo'limli plastinaga F1, F2, F3 kuchlari alohida qo'llanganda faqat muvozanatda tura oladi. Bunga ko'ra kuchlarning kattaligi orasidagi munosabat qanday deyapti? Alohida qo'llanganda muvozanatda tura oladi. Bunga ko'ra kuchlarning kattaliklari orasidagi munosabat qanday deb savol beryapti. Xo'p, demak, birinchisinikini hisoblasam, yuqoriga yo'nalgan muvozanatda tursa, bu soat serkasiga qarama-qarshi aylanadi. F3 ko'paytirib 3/0 deymiz. 3/0 bu musbat. Demak, muvozanatda turish uchun m natijaviy 0 bo'lishi kerak. M natijaviy 3, F3 ko'paytirib 3/0. Xo'p, mana bu F2 niki. F2 bu yoqqa yo'nalgan bitta F0 desam, kattaliklari mana bunday yo'nalgan, yana bitta F0 bor ekanda. Yuqoriga yo'nalgan, mana bunday yo'nalgan. Xo'p, unda bunimiz mana bu ta'sir chizig'i bu yerdan o'tyapti L0 dan, buni ta'sir chizig'imiz bu yerdan o'tyapti. 2/L0 bo'lib turibdi. Bu yog'imiz 2/L0, bu yog'imiz L0 bo'libdi. Kechaga ishlangan. Agar buni tushunmasangiz, 33-modul bir ko'rsangiz bo'ladi. Demak, mana bu kattaliklar bir xil. Mana bu modulni bir xil deb olyapman. Mana bu yerda bu yoqqa yo'nalgan, bu yoqqa yo'nalgan nimalarimiz bor ekan. Mana buni yuqoriga yo'nalgan moduli, mana bu F1 Y hosil qilgan momenti 0 bo'lib qoladi. Sababi u ta'sir chizig'idan o'tib qolyapti. Faqatgina mana bunday yo'nalgan F0 bor. 2/L0. Xo'p, shunga ko'ra F3 ko'paytirib 3/L0 bizda mana bu F3 ko'paytirib 3/L0 soat serkasiga qarama-qarshi aylantiryapti. Buni men minus deb olaman. F3 ko'paytirib 3/L0 minus. Xo'p, soat serkasi bo'yicha aylantiradigan mana bu F0, bu kattalik mana bu yerdan mana bu yergacha uzunlik L0 bo'lsa, bu tomonga aylantiradi. Soat serkasi bo'yicha bu musbat F0 L0 deb. F2 kattaligida nimasi? F2x, mana bu F2 esa ildizosi 2F ku. Ildizosi 2F0. Xo'p, demak F0 ko'paytiruv nimaga teng bo'ladi? F0 ko'paytiruv L0 plus. Xo'p, mana bu soat serkasiga qarama-qarshi aylantiradi. F0 ko'paytiruv 2/L0 manfiy. Mana bu esa faqat soat serkasi bo'yicha aylantiradi F1'imiz. Demak, F1. Endi shunda mana bu katekchalarni faqatgina kuchli masshtabi emas, boshqa deb bergan bo'lsa, demak bizda bu chiqmay qoladi. Shuning uchun men bunday qolaman. Mana bu F2x deyman. F2x ni yelkasi L0 bu yerdan bergacha mana. L0 perpendikulyar tushsa. Mana bunday yo'nalgan F2y deyman. Buni yelkasi mana bunday yo'nalgan bunday. Xo'p, shunda yozsam bo'lar ekan. Ikkalasi bir-biriga teng-ku. F2x ko'paytiruv L0 bu soat serkasi bo'yicha aylantiryapti musbat. F2y soat serkasiga qarama-qarshi aylantiryapti manfiy 2/L0'imiz. Plus F3 ko'paytiruv 3/L0 soat serkasiga qarama-qarshi aylantiryapti bu manfiy. Mana bu F1 y bittasi 0 bo'lib ketdi. Mana bu F1 x ham 2/0 bilan aylantiradi. Bu soat serkasiga qarama-qarshi bu ham. Bu ham manfiy olaman. Minus F1 ko'paytiruv nimaga teng?
3'te yo'q, 2'ta L 0 ekan. 2'ta L 0. Shunda men yozsam bo'lar ekan. Mana bu f2x bilan f2y mana bu yer 45 gradus bo'lgani uchun bir-biriga teng deb olsam, buni men shunchaki f2x ko'paytiruv L0 minusdan, hop, minusdan f3 ko'paytiruv 3L0 minusdan f1 ko'paytiruv 2 L0. Demak, bunda muvozanatda turmas ekanda jinsi. Muvozanatda turmayapti-da, qarang. Mana bu tomonga aylantirib yuborsa, soz sekasiga qarama-qarshi. Mana buni yelkasi ham bittasi bu tomonga qarab aylantiryapti, bu bitta tomonga qarab aylantiryapti. Mana bu uzunligi tortib ketib qoladi 2 L0. Bu yoqqa aylantirib yuboradi bu. Mana bu ham bu yoqqa aylantirib yuboryaptimi, bu yoqqa aylanyapti-da, aylanib ketib qolish kerak. O nuqta atrofida aylanadigan teng bo'limli plastinaga F1, F2, F3 kuchlari alohida qo'llanganda faqat muvozanatda tura oladi. Bunga ko'ra kuchlarning kattaligi orasidagi munosabat qanday deyapti. Bu masalada biroz kamchilik borga o'xshayapti, hozir ko'ramiz. Demak, hozir mana buni ko'raylik-da. 17. Qarang. Demak, F1, F2, F3 ayri uyg'unlanganda muvozanatda turarkan deb savol beryapti. Bunga ko'ra quvvatlarning buyukliklari arashinda qaysi biri nasldir deb savol beryapti. O'n yettini men to'g'risini aytsam tushunmadim. Qanaqa bo'ladi? Alohida qo'llanganda. Qanaqa alohida qo'llanganda? Shunisiga men tushunmay qoldim. Xo'p, javobini ko'rsak, F2 eng kattasi bo'lishi kerak-da shunda. Javob bo'lishi kerak. Chunki F2 aylantiryapti-ku. Mana bunday bo'lsa, F2 kuchimiz bu tomonga aylantiradi natijavisi. Mana F3 bilan F1imiz bu tomonga aylantiryapti-da. F3 bilan F1imiz bu tomonga aylantiryapti. Shunda F2 eng katta degan javob topib ko'ramiz. Chunki mana buni natijavisi, buni yelkasini hisobga oladigan bo'lsak, umumiy momentimiz bu ham bu yoqqa aylantirib qo'yapti, lekin shunisi ham bor. Mana bunda yelka qiladigan bo'lsak, mana bu yelkamiz desak yoki bunday turibdi. Mana bu yelkasida bu yoqqa qarab tortgandan keyin soz sekasiga qarama-qarshi aylanish kerak. Mana bu F1 ham soz sekasiga qarama-qarshi aylanish kerak. F3 ham soz sekasiga qarama-qarshi aylanish kerak. Shu kuchlar alohida ta'sir etganda qanaqa ta'sir etadi alohida? Bilmadim. Mana shu 17-masalani bilmadim. Sizlarda chiqsa izohlarda yozib qoldiringlar. Chunki hozir masalani shartiga tushunmadim-da, chunki doim mana bu aylantiruvchi moment aylantirib ketyapti-da, buni o'rnini bosadigan narsa yo'q. Alohida ta'sir etganda ham qanaqa endi mana bunaqa bo'lishi mumkin, misol uchun. Qanaqadir og'irlik deb olsam, biz mana bu
og'irligini deb olsak, mana bu yerda qayerda bo'ladi? Hammasini og'irligi. Buni og'irligi bu yerda bo'ladi. Buni og'irligi bu yerda bo'lib, buni og'irligi bu yerda bo'lib, buni massa markazi mandaroqda bo'lsa, mana shundaroqda bo'lsa, pastga yo'nalgan F og'irlik kuchi bo'lsa, qanday bu bizga ahamiyati yo'q, qanaqadir L bo'lishi mana bu yerda L deb qo'ysak, F og'irlik kuch ko'paytiruv L moment teng bo'ladi. F3 ko'paytiruv 3L desam, F3im nima bo'lib qoladi? Mana shu mj mana bu og'irlik kuch hosil qilgan moment m og'irlik deb qo'yaman yoki m0 deb qo'yaman taqsim 3 bo'lib qoladi. F3 qiymat. F2 bu yoqqa yo'nalgan F2 y bilan F2x teng. Bu yoqda F2 bu yerda 2 L0 mana 2 L0. Bu yoqqa yo'nalgan bitta L0 ki mana bu masofa. Shunda F 0 ko'paytiruv L0 teng F3 mana bu 3L0 da 3L0 desam endi L0 dan deyapman. Bu m momentga teng bo'lsa F0 m taqsim L0. Endi F2 ning kattaligi shu ikkalasini nimasi yig'indisi Pifagorida F2 ildizosi 2F da. Ildizosi 2F. Ildizosi 2F bo'lsa, ildizosi 2 m taqsim L0. Mana bu M0. Mana buni hosil qilgan momenti, mana bu oldiki og'irlik kuchini hosil qilgan momenti L0. Xo'p, mana bu F1 esa bu yoqqa yo'nalgan. Demak, ikkita F0 L0 chunki mana bu yelkasi ikkita L0 buniki. Mana buni yelkasi ikkita L0. Bu tomonga yo'nalgan x y o'qidagisi 0 bo'lib ketadi. Ikkita F0 ko'paytiruv L0 teng bo'lib qoladi. Ikkita L0 teng bo'lib qoladi m ga. Shundan F0 ni topsam m taqsim ikkita L0 da. Buni hosil qilgan mana bunday F y. Shunda F1 ni topadigan bo'lsam, ildizosida 2 kara F0 m taqsim 2 L0 bo'lib turib, buniki nima bo'ladi? Ildizosida 2 taqsim 2 m taqsim L0. Shunga ko'ra solishtirib chiqishimiz kerak. Qaysi biri katta? Demak, m0 L0lar qisqarib ketsa hammasida bizga kerak emas. Solishtirishimiz kerak. Ildizosida 2 kattami? 1 taqsim ildizosida 2 kattami yoki 1 taqsim 3 kattami? Albatta ildizosida 2 katta, bundan bu katta, bundan bu katta. Chunki ildizosida 2 dan ildizosida 3 kattaroq, shuning uchun mahraj katta bo'lsa, kichkina bo'ladi qiymati. Bizda F2 bu, mana buni qiymati F1, buni katta qiymati F3. Ajoyib bo'lar ekan. Shundagina biz to'g'ri bo'lishimiz mumkin ekan. Ya'ni qanaqa? Xo'p, qarang, bizda ishqalanish kuchi bor deb o'ylasak, ishqalanish kuchi mana buni o'chirib yuboraman. Masalani videosini qayta ko'rib olaverasiz videosida. O nuqta atrofida aylana oladigan teng bo'limli plastinaga kuchlar alohida muvozanatda qo'llanganda yana turadi. Bunga ko'ra kuchlarning kattaligi orasiga munosabat qanday deyapti? Demak, O nuqta atrofida aylansa, bu O nuqta atrofida aylana oladigan bo'lsa, gorizontal bo'lsa yoki og'irlik kuchi mana bunaqa bo'lsa, pastga tortiladigan bo'lsa, shu O nuqtadan qanday balandlikda bo'lib turibdi, pastga tortilyapti. Qanday og'irlik kuchi mana bu yerda og'irlik markazi, pastga yo'nalgan m og'irlik kuchini yelkasi momenti bor. Shuni muvozanatlamoqchi bo'lsa yoki gorizontal holatda biz bu yoqqa qarab tortganimizda ishqalanish kuchi hosil bo'ladi-ku, unga qarama-qarshi yo'nalishda mana bunday F ishqalanish kuchi hosil qilgan momentimiz teng bo'lsa, shundagina biz aytgan narsa mana bu F2 katta hozir ishladik-ku, F1 katta, F3 degan narsa kelib chiqar ekan. Aks holda, lekin men bu masalani to'g'risi ma'nosiga tushunmadim. Xo'p, yaxshi. Hammasiga bir xil moment ta'sir qiladi deganda ham alohida ta'sir qilgandagi momentlar biri teng bo'ladi deganda ham boshqacharoq bo'lardi. Endi mana bu haqiqiysini ko'rsak, misol uchun bizda hozir
mana bu haqiqiysini ko'rganimizda o'zini aslida turk tilini bilganimizda uyg'urlanganda anchaq dengida tabiiylar. Hop. Demak, hammasini hosil qilgan momentlari bir-biriga teng bo'lsa deb aytib qo'yganda edi. Mana bu F1, F2, F3larni momentlari bir-biriga teng desa, biz aytgan narsa bo'lardi. Ya'ni mana bu A javobligiga kelib chiqardi 17 ga. Mana 17 ga A ekanmi? Ha, A ekan. Yaxshi. Mayli, bu masalaga ko'p to'xtalmaymiz. 18 ga o'tib ketamiz. 18. Nima deyapti? Og'irligi e'tiborga olinmaydi. Demak, e'tiborga olmaymiz og'irligini. Teng bo'limli bo'limda deyapti. Muvozanat turibdi. Bunga ko'ra J og'irligining minimum va maksimum qiymatlari mos ravishda qaysi ifoda to'g'ri deyapti. Demak, J ni minimum bilan maksimum qiymatlari qancha bo'lishi mumkin deyapti. J og'irligining minimum va maksimum qiymatlari mos ravishda qaysi ifoda to'g'ri deyapti. Demak, minimum va maksimum bo'lish uchun nima bo'lish kerak? J maksimum bo'lish uchun mana bu 0 bo'lib qolish kerak-da. Mana buni yelkasi, mana bu hosil qilgan olib tashlasak, mana bunda yo'nalgan J ko'paytiruv buni mana bu A nuqta desam, bu yerdan bu yergacha. Mana bunda reaksiya kuchi, N reaksiya kuchi 0 bo'lib qolsa, birinchi deb qo'ysam, buni ikkinchi deb qo'ysam, N1 0 bo'lib qolsa, buni olib tashlayman. J ko'paytiruv L0 A nuqtaga nisbatan. Mana bunimiz esa nechta L0 bo'ladi? 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta. 5 ta L0. 5 ta L0 ko'paytiruv P. Maksimum bo'lish uchun J imiz maksimal L0lar qisqarib ketsa 5P bo'lar ekan. Bu yoqqa 5P qo'yib qo'yadigan bo'lsam, maksimal mana bu N1imiz nima bo'lib qolar ekan? 0 bo'lib qolar ekanda. Muvozanat turar ekan. N1 ta'sir qilmas ekan. Mana bu sterjen bo'lgani bilan bu mana bu pastdagi sterjen teyp turgani bilan buni bosmas ekan. Mana bu tayanchga, birinchi tayanchga ta'sir kuchi N1 barobar 0 bo'lib qolar ekan. Bu maksimumlar sharti birinchisi. Demak, maksimumi 5P bo'lar ekan. Minimumni topamiz endi, minimumi. Demak, bizdan birinchi minimum so'ragan, keyin maksimum. Maksimum 5P degan javoblar, oho, mana ikkita bor ekan. Endi mana topamiz. Endi ikkinchi holatda mana bu 0 bo'lishi kerak. Mana bu N1 barobar 0 bo'lsa, N2 barobar. Bu minimum bo'ladi. Sababi mana bu P og'irlikni o'zigina buni nima qilib qo'yadi J'ni? Yengib qo'yadi. Shunda J ko'paytiruv 4 ta L0. Mana bu yerdan bu yergacha yelkamiz 4 ta L0 bo'lib qoladi. Teng P ko'paytiruv 2 ta L0. Shundan J'ni topsam, P taqsim 2 bo'lish kerak ekan. Demak, mana bu joyda minimum qiymati mana bu N2 desam, N2 barobar 0 bo'lganda, buni qiymati P taqsim 2 bo'lsa, bu yoqda 4 ta L0. Yelkalari hosil qilgan momentlar teng bo'lib qolar ekan. Bu yog'imiz 2 ta L0 bo'lsa, teng bo'ladi shunda. Demak, minimumi pi taqsim 2 va maksimumi 5P. Javob ekan. Xo'p, hurmatli kanalimiz a'zolari, ustozlar, shu bilan bizni masalalarimiz tahlil o'z nihoyasiga yetdi. Biroz cho'zilib ketdi. Endi siz o'zingiz ishlasangiz, tez ishlab ketsangiz bo'laveradi bemalol. Tushuntirib, maydalab ishlasangiz qiyin bo'lar ekan, ya'ni qiyin deb vaqt ko'p bo'lar ekan. Shuning uchun mana bu 17-da qanaqadir savollar bo'lsa yoki takliflar bo'lsa, bemalol bersanglar bo'ladi. Xayr, salomat bo'linglar.